Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Germaniyaning g'arbi uchun tipishniy bo'lgan bitta sigirchilik, sut yetishtiruvchi fermer xo'jalikdamiz. Videoni olishdan maqsad sizlarga qisqacha bo'lsa ham bu yerdagi texnika bazasi, fermer xo'jaligining texnika bazasi bilan tanishtirish. Mana ko'rib turganingizdek Fendt traktorlari, Fendt 313. Bu traktor 130 ot kuchiga ega. Buni orqasida o'zimizdan mana Raiffeisen'dan Amazona Katros diskli baranasi. Bu tomonda orqada mana silos bosilgan. Silosning oldida kichkina yangi tug'ilgan buzoqchalar. Bu tomonda sut sog'ish qismi. Sigirlar hozir shamoldan himoya pardasi bilan hozir himoyalangan. Bu yerda tug'adigan sigirlar. Bu orqa tomonda sigirlarni go'ngidan biogaz ishlab chiqarish va uni elektr energiyasiga aylantiradigan biogaz qurilmasi va uni yamosi. Bu yerda Weidemann 2070 xo'jalik uchun juda universal bo'lgan bir mashina. Bu yerda aytib o'tishim kerak, faqat bitta xo'jalikning egasi, uni boshqa ishchisi yo'q. Bitta fermerning o'zi hammasini boshqarib keladi. Bu yerda mana sigirlar go'ngi avtomatik mana axlatni yig'ilib kelib bu yerga chuqurga tushadi va bu chuqurdan bu tomonga yerning ostidan o'tib pryamoy mana biogaz go'ng bilan zapravka bo'ladi. Gazini olib keyin qayta ishlanib bo'lgandan so'ng bu axlat mana bu sariq pritsep bilan fermerning dalalariga sochib chiqiladi. Mana Fendt traktori bilan fermer hozir mollarga yem berish jarayonini boshlayapti mana. Ziloki trailer line tortilgan tirkama pritsep 18 kubalik Fendt Farmer traktori bilan hozir fermerni ma'lumotiga qaraganda bu traktorga hozir 43 yil bo'lgan. Juda mamnun sifatidan va uni ishonchligidan, hech qachon podvodit qilmagan. Mana garajda yana bitta Weidemann 5080. Bu oldingisidan ham ancha kuchli, mo'shniroqi. Bu tomonda mineral yem saqlanadigan mana joyi, bunkerlari. Azizlar, barchani Toshkentda ofisimizda kutib qolamiz.